Alvasti Qo'nchoq. Avtori Sherzod. 21-qism. Bu alvasti odamning tushiga kirdi. Shunga biz mu tushga kirib, uni tutishimiz kerak. dedi Wang ustoz. Qanday qilib tushga kiramiz? deb so'radi Malika. Wang ustoz so'mkisidan alohida bir shamni chiqardi. Bu shamni yoqsaq, biz uxlaganda tushimizni boshqara olamiz. Biz tush dunyosida uchirishib, alvastini tutamiz. Kech kirganda ular alohida shamni yiqib, yetib uxladi. Malika tushiga kirishi bilan o'zini g'alati bir o'rmonda ko'rdi. Atrofidagi daraxtlar janobadek harakatlanayotdi. U asta mengib Wang ustozni izladi. Bir oz yurgandan keyin u Wang ustozni ko'rdi. Wang ustoz uni ko'rib ishorat qilib, "Qizchaq, bu yoqqa mang" deb chaqirdi. Ular birlikda tush dunyosida alvastini izlashga boshladi. Bu vaqtda osmon qizirib, o'rmon teximi qo'rqinchli ko'rinishga boshladi. "Qaraganda alvasti bizga yiqilishib yetibdi", dedi Wang ustoz bo'sh ovozda. Tuyuqsiz ularning oldida bir cho'ng qora soya paydo bo'ldi. Soya qora tutundek pulanglab, asta-asta odam shakliga kirdi. U qop-qora va egiz, ko'zlari oppoq nur sochadigan alvasti edi. "Har qaysing mening dunyorimga kelishga qandoq bitindim?" dedi alvasti ovozi quloqni yorg'udak, ullik va surlik holda. Malika oldiga chiqib, Biz seni tutqili keldik. Alvasti, bizla bo'lsaq sen kentdagi kishilarga ziyon yetkazmaysan, dedi. Alvasti qaqoqlab kulib, "Bu mening dunyorim. Bu yerda mening kuchim cheksiz", dedi. Alvasti tuyuqsiz ularga hujum qilib, qo'lidan qop-qora tutun chachiratdi. Wang ustoz afsun o'qib, tutuniga qarshi bir nur qalqon yasab, ularni qo'g'didi. Malika bo'ynidagi munchoqlarni chiqarib, tush dunyosidami ularni ishlatmoqchi bo'ldi. U munchoqlarni tutib, nur chashtirganda, uning butun badani nur bilan qoplandi. Malika tuyuqsiz o'zining shakli o'zgarayotganligini his qildi. U endi munchoqlardan olgan kuch bilan alvastiga o'xshab qolgan edi. Wang ustoz buni ko'rib hayron qoldi. "Qizchaq, sen nimaga o'ylayapsan?" Malika o'zining shakliga qarab, o'zimi cho'chib ketdi. Uning qo'llari uzun va ushliq, terisi qip-qizil, ko'zlaridan o't chachiraydi. Bu men emas, dedi Malika qo'rqinch ichida. Alvasti qaqoqlab kulib, "Senmi endi alvastiga o'zgarding? Munchoqlar seni o'zgartiryotdi. Sening haqiqiy tabiatingni chiqaryotdi." Malika qo'lidagi munchoqlarga qaradi. Ularning ichida u ilgari yo'qotgan alvastilarning ruhlari borligini his qildi. Ular uning badaniga kirib, uni o'zgartiryotdi. Wang ustoz oldiga chiqib, "Qizchaq, sen cho'qim o'zingni kontrol qila olasan. Ularga bo'ysunma. Sen ulardan kuchlik." Malika titrab, o'zining kimligini eslashga tirishdi. Uning asli xotirlari yo'qolib, o'rniga alvastilar dunyosining xotirlari kelgan edi. Chush alvastisi bu fursatdan foydalanib Wang ustozga hujum qildi. Wang ustoz tirishib alvastining hujumiga qarshi turdi, lekin yolg'iz o'zi alvastini yengolmaydi. "Qizchaq, menga yordam qil. Sen o'zingni kontrol qila olasan", deb vaqirdi Wang ustoz. Malika qattiq tirishib o'z aslimallarini tepishga urindi. U kimligini va Wang ustoz bilan qanday tanishganligi, alvasti tutish safarlari bularning hammasini esladi. Men Malika, men alvasti emas, men alvasti tutquchi, dedi u o'ziga.
Uning badanidan kuchlik nur chachirab chiqdi. Bu nur uning asli kuchi edi. U tush alvastisiga qarab aytildi. Sen meni o'zgartirmaysan. Men o'zimning kim ekanligini hargizmi unutib qolmayman. Dedi Malika g'azab bilan. Uning nuri alvastini qaplab, uni parchalashga boshladi. Wang ustoz fursatdan foydalanib, xanjarni chiqarib, alvastining yuragiga sanchadi. Alvasti qattiq chirqirab, parchalanib ketdi. Tush dunyosi tavrab, ular uyg'onib ketdi. Uyg'onganda Wang ustoz bilan Malika bir-biriga qaradi. Wang ustoz tashvishlik chiroyida Malikaning chiroyiga qaradi. Malika o'rnidan turib, aynakka qarab edi. Uning ko'zlari yanala qizg'uch parqiraydi. Terisimi sal o'zgargan edi. Lekin u yanala o'zini yo'qotib qo'ymagan edi. Wang ustam, men nimaga aylanyapman? deb so'radi Malika. Uning ovozi titrak chiqardi. Wang ustoz uning yeniga kelib, Qizchaq, men sana aytmoqchidim. Har qaytim alvasti yo'qotganimizda ularning kuchi sana o'tidi. Lekin ularning bir parchasi sening ichingda yashaydi. Sen texmi ko'p alvastini yo'qotsan, Ondan qandaq bo'ladi? Gapingizning oxirini yutib oldingiz-ku. Men o'zimmi alvastiga aylanaman, shundaqmi? deb so'radi Malika qo'rqinch ichida. Wang ustoz beshini lingshitdi. Qizchaq, men bundoq bo'lishini qat'iy o'ylamabdiman. Meni kechirgin. Endi bu munchoqni sen davomli ossan bo'lmaydi. Chunki biz o'ltirgan alvastlarning parchalari sening badaningga o'rilishib bo'ldi. Faqat mushu munchoqlarni bo'yningga isib olgandilar, ondan u alvasti parchalarini besib tura olaysan. Malika bo'ynidagi munchoqlarga qarab o'xtatdi. Endi men nima qilishim kerak? Wang ustam, men yana alvastlarni tutmasam bo'lmamda? Qo'rqma qizchaq, men sana yordam qilaman. Biz Dagwan sari tutganda, men sana bu kuchni kontrol qilishni o'rgatib qo'yaman. Sen alvastiga oyilib qolmay, ularning kuchini ishlatalaysan. Malika Wang ustozga ishonch bilan qarab, Bo'ladi, Wang ustam. Men o'zimni kontrol qila olaman. Biz birga bo'lsak, hamma ishni hal qila olamiz, dedi. Shunda qilib ular safarni davomlashtirdi. Wang ustoz Malikani ko'zitib, uning o'zgarishlariga diqqat qiladi. Malika bo'lsa, o'z kuchini kontrol qilib, alvastilarni tutishni davomlashtirdi. Malika va Wang ustoz alvasti tutish safarini davomlashtirib, yangi bir shaharga yetib bordi. Qizchaq, bu qitimqi vazifa boshqacharoq bo'lganda qiladi, dedi Wang ustoz. Ular mehmonxonaga o'rilishib bo'lgandan keyin, bu cho'ng shaharda alvasti tepish kichik kentlarga qaraganda tas bo'lishi mumkin. Malika derazadan sirtqa qarab kulimsiradi. Uning ko'zlari chaqnab turadi. Men endi alvastlarning kuchini his qila olaman. Wang ustam, munchoqlar menga alvastlarning nima ekanligini sezish kuchini beryapti. Wang ustoz ansirgandek qiladi. Lekin u Malikaga ishonadi. Shundaqmi? Undaqda kuchingni ishlatib baq. Bizga yo'l ko'rsat. Malika ko'zlarini yumdi. Bo'ynidagi munchoqlarni tutib, cho'nqur tiniq oldi. Munchoqlar yo'rishqa boshladi. Malikaning tinidan sal qizg'ush nur chachirab turadi. Uning ko'z oldida shahar xaritasi paydo bo'ldi. U shahar markazidagi cho'ng savdo markazi ekan. Bu qitimqa alvasti intayin kuchli ekan. U odamlarning orasiga yushirinibdi, dedi Malika ko'zlarini echib. Wang ustoz buni anglab, cho'nqur o'yga cho'mdi. Ishlar sal g'alati turdi. Alvastlar odatda odamlar boyadan qochidi. Bu alvastlarning bunda qilishining sababi balki u odamlar tinidan kuch yig'ayotgan bo'lishi mumkin. Ular savdo markaziga berishga qaror qildi. Savdo markazi kishilar bilan liq to'lgan joy edi. Lekin hech bir alvastining iznalari ko'rinmaydi. Malika bilan Wang ustoz savdo markazini aylanib, alvastining izini izladi. Malikaning munchoqlari signal beryotdi. Lekin hech bir alvastining soyasini ko'rgili bo'lmaydi. Ishlar rostla bak g'alati turdi. Men alvastining mushiyat ekanligini aniq his qilyapman, lekin uni ko'rmayapman, dedi Malika g'alati hissiyot ichida. Wang ustoz atrofga diqqat bilan qarab, bu alvasti balkim o'zini yushirishning alohida bir usulini biladi. Biz yana bir aylanib chiqayli, dedi.
Ular yana bir oz aylangandan keyin Malika to'xtab qoldi. Uning munchoqlari kuchlik titrashga boshladi. O mushu yerda ekan. Dedi Malika ko'zlari cho'ng echilib. Ular bir cho'ng do'konning oldida edi. Do'konning ichida ko'plagan aynaklar qo'yilgan edi. Malika aynaklarga qaradi. Tuyuqsiz uning chiroyi o'zgarib ketdi. Alvasti aynak ichida. Dedi Malika barmoqi bilan ko'rsatib. Wang ustoz diqqat bilan aynaklarga qaradi. Dastlabida hech nima ko'rmadi. Lekin birdamdan keyin aynaklarning ichida g'alati bir soya medirlaganligini bayqadi. Har bir aynakdagi shaylarning soyisi boshqacha harakat qiladi. Odamning aksi ko'rinmasdan faqat qorong'u bir soya ko'rinadi. Mau ishni ko'ring. U degan aynak alvostisi. Dedi Wang ustoz bir oz hayajonlanib. Ularni hayta az uchraydigan alvostilar. Ular aynaklarning ichida yashab, odamlarning soyasini yeydi. Agar seni soyangni yebasa, sen asta-asta yo'qolib ketsan. Malika aynaklarga tashvishlangan holda qaradi. Undaqda aynakning ichidagi u alvastini biz qanday tutamiz? Wang ustoz o'ylanib turib, Ishlar qiyinga to'xtaydigan bo'ldi. Biz uning aynakdan chiqishini kutishimiz kerak. Aynak alvostisi faqat kechidala aynakdan chiqib, odamlarning soyasini o'g'irlab yeydi. Biz kashf bo'lishini kutishimiz kerak. dedi. Ular do'kon egasiga o'zlarining kim ekanligini aytib, uningdan do'konni kechida echib berishni o'tindi. Avval ishonmagan do'kon egasi Malikaning munchoqlarini va Wang ustozning putuklarini ko'rib, oxiri ularga sal ishondi.